mavjud kreditlarimiz moliyaviy ommabopimiz bir inklyuziv oldin imtiyozli kredit olgan, yaxshi tarixga ega bo'lib yotgan fuqarolarga 3 yil 6 oy imtiyozli davra bilan beriladi. Unda chorvachilik, parrandachilik, tikuvchilik, tadbirkorlik rivojlantirish uchun ajratiladi kafillik asosida. Keyingi kreditimiz moliyaviy ko'mak. Unda garov asosida 100 milliongacha o'zimiz bank qilgan fuqaroga ajratamiz. Unda garov 2021-yildan tepa avtomashinalar hamda ko'chmas mulklar garovga olinadi. Hamroh kreditimiz bor. Hamroh kreditda ayollarga tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ajratiladi 72 oyga. Unda faoliyatini yatitda qilib yuritgan ayol xotin-qizlarga ajratiladi. U 20% kredit bo'ladi 2 yil imtiyozli davri bilan. Unda o'sha faoliyatni yo'lga qo'yib olgan faoliyat joylarini ko'rib chiqib, keyin kredit ajratib berilamiz. Chunki faoliyat qilayotgan bo'lish kerak. To'xtatorsan sekin.